Yar Muhammed Tahir Toğluqның Uyğurlarda Farzand Tərbiyəsi namlıq kitabının davamı. Mikrofon aldıda Nur Jamal. 15. bab Dostluq və sadaqətmənlik tərbiyəsi. Bilginki dostluq səbəbindən adamlar bəxtiyardır. Qabus. Farzand tərbiyəsi məsələsində farzandların dostluq işığa köngül bölüş və onlarni səmimi, sadıq dostluq yetəkləş balaları sağlam psixika və coşqun ruhi halətini şəkillendiriş, onların turmuşqa, hayatqa qatnaşı sübtini yuqur götürüş, özüge bolğan tələbçanlıq stilini tərəqqi qıldırış, səmimi, ağ köngül, dadil və mərdlik xarakterini yetildiriş üçün nəhayət mühim rol oynaydı. Biroq bəzi kişilər farzandlarının dost tutuş işini farzand tərbiyəsi bilan ancha münasibəti yo'q deb qaraydı. Shuning uchunmi hozirgi zamon farzand tərbiyəsiga doir kitob, maqolalarda bu nuqtaga asosan o'rin berilmadi. Biz bala chog'larimizda balalarga xos aq ko'ngillik bilan adash bo'lib o'ynaydik. Adash bo'layli, birindən tapsaq tang yayli degan balalar samimiy qasamlarimiz bor edi. Bu adashlik bizga go'zal aslimalarni, balalikning shirin zo'qlarini qoldirib, bizning o'zaro kuyunish, o'zaro yordam berish, o'zaro qo'llashdek yaxshi fazilatlarni yetildirishimizning ma'naviy turtisi va uzuqi bo'lgan edi. Dadalarımızmı adaşlıqның şundaq yaxşı önümüdən bəhrəman bolğan bolsa kerak. Şoňa dadam meni xel kiçik çağlarımda mahallədəki yaxşı, ədəblik balalar bilan rəsmi rəvişdə adaş qılıb qoyatdı. Balam, adam həqiqi səmimi dostluq arqılıq hayatını adamlarni düşünüdü, özünün qədir-qimmatini his qıldı. Balalıq çağdakı dostluqның yıldızı çoğunqur buldu. Bu çağlardakı dostluq g'arazsiz və g'ubarsız buldu deydigan. Keyin his qılsaq, xalqımızның Çapanның yengisi yaxşı, dostunun konisi, yeni dost tapqanda konu dostunu taşlama degan tavsiyaları turmuşning aşu haqiqatini tushuntirgan bo'lsa kerak. Birinchi, dostluqning tarbiyaviy roli. Adash bo'layli, birindən tapsaq tang yayli. Balalar qo'shiqlardan. Balalarning do'stluqi ularga ota-onalar berilmagan nihoyat qimmatli ma'naviy uzuqlarni beradi. Birinchi, dostluq balalarda samimiylik va oq ko'ngillik fazilatini yetildiradi. Dostluqda sadaqatmənlikni ən mühim ölçəm qılğanlıq üçün ular samimiyatsizlik və sadaqatsizlikni özləri üçün əyib, dostluqqa haqarət keltiriş deb qarğaçqa özüge qattiq tələb qoydu. İkinci, balalarning dostluqi ularning özüge işiniş və başqalarga işiniş, başqalarni düşünüşüge turtki buldu. Üçüncü, haqiqiy dostluq hayatqa nisbətən tələbchan adamlarni yetildirdi. Dördüncü, dostluq ularning axloq fazilati takomillashiga turtki buldu. Biz shuni bilamizki, bir adam namuvaffaq ish qilib qo'ysa, har qanday odamdan ko'ra do'stidan numus qildi. Shuningmi do'stlik kishilarni halol yashashga odatlantirdi. 5. Do'stlik farzandlarning zerikish, yolg'izsirash hissiyotiga jo'shqinlik bag'ishlaydi. Odamning kishilik hayotda haqiqiy, ishonchlik, samimiy, kuyimchan biror do'stidan bo'lmasligi kishiga o'zini tig'dak yagona his qildirdi. Kunlari zerikish, buruqtumliq ichida o'tdi. Balalar öz aqida qilib ishongan do'stidan ozroq ko'ngli ranjib qolsa, balalar hissiyat bilan ayrilib ketadi. Ayrilib ketib bo'lib g'am qayg'uga patidi, tirikkak bo'lib qoldi, o'zini yolg'iz his qildi. Bunda chaqda balalar birer kelishtirguchiga muhtoj bo'ldi. Bunda chaqlarda ota-onalar ahvolni surishtirib, balalarni do'sti bilan yarashtirib qo'yish kerak. Do'stlik xushallikni ikki hassa oshirdi, g'am andishining yerimini ko'tarib o'tadi. Odam uchun yolg'izlikdek og'ir yuk bo'lmaydi. Dostluq mana shu yukdan xalos qildi. 6. Dostluq farzandlarning shaxsiyatchilik psixikasidan g'olib kelib, ko'proq boshqalarni o'ylashga o'rgatadi. Vafodorlik do'stlarning bir-biriga qilgan eng yaxshi sovg'us bo'lib qoldi. Bu xususda Alisher Navoiy bunday bir hikoyani misol qildi. Anglashda qaraganda 4 ulus xoni, qudratli shoh Amir Temur Koragani atrofdagi joylarga harbiy yurish qilganda Hindi diyorida qattiq jang bo'ldi. Davron g'alaba nusratini uning yor qilibdi, dushmanlarining bag'rini tilibdi. Shoh umumiy qirg'in qilinsin deb yorliq qilibdi. Har kishi o'z oldiga qirg'in otilinibdi. Kesilgan boshlari soyning teshidek yetibdi. Butkul dashtini jasad qoplab, qonlar daryo bo'lib oqibdi. Hamma tarafda o'tkir qilichlar yiltirab, go'yo qiyomat qoyim bo'libdi. Qirg'in bo'layotgan shu mahallada ikki bechora do'st qirg'inga duch keldi-da, bir navkar ularning birini chopmoq uchun qilichini qinidan sug'uribdi. Do'stini qilich ostida ko'rgan, uning do'sti o'z beshini qilich ostiga sunibdi. Agar senga bash kerak bo'lsa, uni chopma. Mana bu bosh uningga arziydi, deb navkarga iltimos qilibdi. Navkar buni chopmoq bo'lib yuzlangan ekan, uning do'stimi shu so'zni takrorlabdi. Qaysini chapay desa, ularning yana biri qotilning oyog'iga bosh qo'yibdi.
Navkar g'azablanib ikkilisini chapmoq bo'pti. Navkar ikkalanning qaysiga yuzlansa, yana biri taqatsizlanib yolvoribdi. Shu yo'sinda ular o'z do'stining birdamlik hayot uchun beshidan kechib, o'z bo'yniga tushadigan qilishni talashibdi. Shunday qilib orada xeli talash tartish bo'pti. Bu ahvolni ko'rganlar orasida g'avg'o ko'tarilibdi. İki do'stning biri uchun o'z jonidan kechganligidan xabar topgan shoh ta'sirlanib, elning qinidan kechibdi. Shunday qilib vafo va sadoqatning xosiyatidan ham ularmi o'limdan qutulibdi, ham xalq qirg'indan xalos bo'libdi. 7. Balalarning do'stligi o'zaro qo'llash, o'zaro ilhom berish, o'zaro do'stlarcha raqobatlashish orqali ularni xuddi kuchli bir tayanchga ega bo'lgandek olg'a bostirdi. Odam har qancha namrat bo'lsa-mu, yanida sadoqatman biror do'sti bo'lsa, ko'ngli to'q bo'ldi. Haqiqiy do'stlikqa yaralgan odam hammaga yaraydi. Do'stlikning yuqorqidagi amaliy manfaatdorlik qurolidan qaraganda farzandlarga kichikdan tortib do'stlik haqida tarbiya berish, do'stlik hissiyotini urg'utish, do'stlik rishtasini bog'lashga yordam berish bolalarning o'rganish ham turmushga zo'r yordam bo'ldi. Nasihatdan namuna: Balam, daraxt yildiz bilan yashiradi, odam do'st birodarlari bilan degandek, baxtning guli do'st birodarlaring bilan bo'lgan ham suhbatlik, ham daqiqalik tuproqida ichildi. Har qanday eg'ir yukni do'stlar bilan birga ko'tarsang, harxillik his qilmaysan. Hayotda eng eg'ir kulfatning yolg'izlik ekanligini tushungandila, do'stlikning qanchalik qimmatli ekanligini his qila olaysan. Hargiz yovvoyilikni odat qilma. Odam degan odam bilan odam bo'ldi. Odam bo'lgan odamda ming kishining ishi, odam bo'lmagan odamda kishining nima ishi degan gap bor. O'zing yaxshi bo'lsang, yaxshi do'stlarga erisha olaysan. Yaxshi do'stlar qo'lingga qo'l, putingga put bo'ldi. Sen davomli bir xil o'tman deyolmaysan. Qiyiraysan, ojizlaysan, kasallik mushaqqatini tortsan, beshingga har xil musibatlar keldi. Shunda chog'larda qishin turgan do'sting sana zo'r madad va ilhom bo'ldi. Yolg'izlik insonga xos xususiyat emas, balki yovvoyilikning belgisi. Yovvoyi odamga hech kishi qovushmaydi, ham uningdan hech kimga yaxshilik kelmaydi. Kishilarga naf yuqtirmaydigan odamni o'lik deb qarash kerak. Yolg'izlik quruq xoda o'xshaydi. Quruq xoda o'zigimi va boshqalarga soy tushirolmaydi. Haqiqiy odamiylik do'st birodarlarga elga yetkazgan manfaat bilan texmi jilvilindi. Do'stning ko'p bo'lishidan qo'rqliq emas. Do'sti ko'p odamning turmush tirikchiligining oqsig'anligini nadi ko'rgan, do'stlik degan har qanday tilaklaringga yo'lak bo'ldi. Hatto noming yaxshi bo'lib, ishlaring ko'ngildagidek yurishib turdi. Tamning g'ujitimi bo'lsa, tammi mazmun turdi emasmi? Odamning turmushi birer kuyimlik, sadoqatman, iç sirlarini ayta oladigan, g'amguzar bo'la oladigan do'stning bo'lmasligi kishiga hayotida zerikish, buruqdimlikni amro qildi. Odam bir qanoti yo'q qushga o'xshash erkin parvoz qila olmaydi. Tiliman, agar taqdir odamga saxovat ko'rsatib, dunyodagi eng buyuk baxtni inom qilmoqchi bo'lsa, uni sodiq do'stlar bilan mukofotlaydi degan. Birer sadoqatman do'sti bo'lmagan odamning turmushini mukammal degil bo'lmaydi. Shunga o'zingga yaxshi do'stlarni tanlagan. Yolg'iz o'zing baxtli bo'la olmaysan. Baxtni ikki kishi yaratadi. Yoki yeganilikda baxt zavqi bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda sening muvaffaqiyatlaring tabrikligidek, baxting o'rtoq bo'lg'idek biror do'sting bo'lmasa bo'lamdi. Ak-ufka do'st bo'lmasligi mumkin, lekin do'st degan hamisha ak-ufka. Sen o'zingga haqiqiy ishongan chig'ingda sana ishonadigan do'stlarning chiqishidan g'am qilma. Agar o'zing boshqalarga ishonmay yoki boshqalar sana ishonmay do'stlik baxtidan bahramand bo'lish huquqidan mahrum bo'lg'idek bo'lsang, xiyoliy tuyg'ungda bo'lsa-mu, biror g'oyaviy do'stlikni yaratqin. Bo'lmasa bu kishilik turmushda yashamaqing va baxtlik bo'lmaqing to'liq tasdiq to'xtaydi. Do'st birodarsiz yoki yegan o'tishga o'zini baxshanda qilgan Bayden, do'st birodarlari bilan o'tgan namrat turmush sana ko'proq lazzat beradi. Haqiqiy do'stlikqa ega bo'lasan, hayotingni yangi boshdan tartibga sola olmaysan. Do'stlikning haqiqiy hurmati uchunmi o'zingni kontrol qilishni yetildira olmaysan. Do'sting bo'lgan sadoqatmandlik tufayli o'zingni samimiylik odatlantira olmaysan. Balam, do'st tutmoq o'ng'ay, lekin yudisdan chiqmoq bakmi tez. Do'stlik degan xuddi aynakka o'xshaydi. Sen uningdan o'zingni ko'rib turasan. Biroq ozroq savallikdimi uni sundirib qo'yishing mumkin. Sungan aynakni qayta asliga keltirgil bo'lmaydi. Asliga keltirgan taqdirdami asldagi bijirim holatiga o'xshashi natayin. Balam, do'stlikning beg'in chig'itadigan bunday bir qancha ishga qat'iy amal qilg'aysan. Birinchi, sen hayotni so'ysang, do'stingni so'ygin. Sen turmushda yaxshi odamlarning ko'pligiga ishon. Hargiz badgumon bo'lma. Badgumon bo'lish seni do'stlardan yiroqlashtiradi. O'zing ishonsang, boshqalarga ishon. Ishonch do'stlik o'lni mustahkamlaydi.
Bədgumon bo'lish do'stlik rishtasini uzishga sabab bo'ldi. Hargizmi boshqalarga dushmanlik pozitsiyasida bo'lma. Azroq adovat bilan do'stlikni dushmanga aylantirib olma. Dushman degan yomon cho'ng uqum. Bir yo'lda mengayotgan, birga o'qiyotgan, bir eriqdan suv ichayotgan, bir tuproqdan oziqlanayotgan, vatanning havosidan o'rtaq nafaslanayotgan davrdoshlaringni do'st dushman deb qarash yarashmaydi. Kichik bola deganning dushmani bo'lmaydi, yana biri nodon odamning dushmani bo'lmaydi. Azroq ziddatlashib qolganga dushmanlik pozitsiyasida bo'lish erlik hisoblanmaydi. Har ishda qarni ko'ksingni keng tutsang, boshqalarning anchiki savalliklarini oq ko'ngillik bilan afv qila olsang, dushmanlik degan ish bo'lmaydi. Ikkinchi, do'stlikning qudrati sadoqatda. Do'stning jinini ayimsa, bundoq do'stlikni sodiq do'st deymiz. Chunki u jon do'stki, non do'st emas. Kimki yana bir kimga tama bilan do'st bo'lmoqchi bo'lsa, u xuddi qushlarni yaxshi ko'rganlik uchun emas, balki o'z foydasi uchun don chachqan ovchoq o'xshaydi. G'araz aralashgan do'stlikdan foyda ko'rmaysan. Har qanday joyda do'stlarning muhabbat tangillari ixlos sarhabxonasida tovlangan bo'lsa yoki do'stlik darxi ixlos beg'ida yakdillik suyi bilan sug'urilgan bo'lsa, bu jahonning royati va xushalligining madadi bo'lib, bunda do'stlikning foyda manfaati haddi hisobsizdirki, u baxtli kunlarda shodlik va xushallik o'rtoq, qiyinchilik kunlarda hamdam va yor yo'lak bo'ldi. Bir buzruk bir kishidan necha do'sting bor deb so'ragan ekan, u kishi bilmayman, hozir davlatim paravon, nimatim kangirchilik, shunga hamma kishi menga do'stlik izhor qilishidi. Men bilan qalbi bir ekanlik to'g'risida lab urishdi. Xudo saqlasin, agar izzatning ko'zini mehnat qaror qilsa, shu chaqda andin kimning do'st, kimning dushman ekanligi ma'lum bo'ldi deb javob bergan ekan. Shunda balam, urush baturni, jahil nadonni, yo'qsizlik do'stni sinaydi. Omidan barchaqda do'st tepish oson, omidan qochganda baq qiyin. Odam baxtsizlik yo'liqqandala do'st sinilib, dushman pash bo'ladi. Buzruklar shunga 4 guruhni 4 vaqt sinash kerak. Ya'ni bahodirlarning shijoatini jangda, xiyonatsiz, insofli kishilarning diyonatini ilm birimda, xudun farzandlarning vafosini namratlik chog'larda, haqiqiy do'stlarni balo qazo kelgan vaqt sinash kerak degan. Mono she'r har doim xotirang daftarda saqlansin. Do'stlaring do'st bo'lg'usidir ishingga, yassi mehnat biri kelmas qishingga. Bo'lsa kim mehnatda do'st, u jonga do'st, do'st emas davlatda do'st, u nonga do'st. Bu she'r hikmat kitoblarida yozilgan mono hikmat ifodalgan. Balam podshohlarning biridan bir kim xaloyiqlarning moldor kishilarni do'st tutishida nima hikmat bor deb so'ragan ekan, u fazil kishi mol ularning ma'shuqidir. Ma'shuq qayerga borsa, oshiq shu yerga keldi. Ma'shuq kelsa, oshiqim ketadi deb javob beribdi. Balam, bu bayonlardan ibrat olib, birga hargiz tamaxo'rlik bilan do'stlik izhor qilma. Tamaxo'rlarningmi do'stlikni qabul qilma. Do'st bo'lsang, sadoqatni unutma. Do'st bo'lgan sadoqatmanliking mardlikdir. Sadoqatsizliking nomardlikdir. Beshing osmonga taqashgan taqdirdimi, beshing kulpatga patadigan chog'larnimi o'yla. O'rning ko'tarilsa, do'stlaringga bo'yin tovliq qilsang, kulpatga patganingda seni tartib chiqargan odam bo'lmaydi. Bir kishining do'sti cho'ng mansabga o'tirgan ekan, uning bir yaqin do'sti uni muboraklash uchun Allohga beribdi. Sen kim bo'lasan? deb so'rabdi. Amali o'sgan kishi do'stini tunimasga silib, yo'qlab kelguchi kishi uning vafosizligidan o'sil ahvolga tushib qopti va "Meni tunimamsan? Men sening ko'n do'sting bo'laman. Seni ko'r bo'lib qopti deb yo'qlab keldim" debdi. Shunga balam, do'stingning o'rni ko'tarilgan siri sening uning qalbingdagi o'rning tuvallab mangsa, darhol o'zingni tarqaning tuzuk. O'zini sen bilan teng ko'rmagan do'st do'st emas. Xushomadchilikka aralashgan do'stlik do'stlik emas, qo'lchilik hisoblandi. Shunga odamiz amaldor bo'lgan do'st, yo'qolgan do'st degan. Sen haqiqiy do'st bo'ladigan bo'lsang, do'stlikni o'rin, martaba, boylik, kambag'allik bilan o'lchama. Haqiqiy do'stlar orasida daraja farqi bo'lmaydi. Balam, do'stlik baxtidan bahr elish uchun do'st tanlash intayin muhim. Odam do'st birodarsiz yashash mumkin bo'lmasa-mu, lekin hamma odam do'stlikqa yara vermaydi. Sen do'st tanlashda birinchidan fazilatlik, axloqliq, bilimlik, aqlli odamlarni tepib do'st bo'l. Ikkinchidan mard odamlarga do'stlik izhor qil. Uchinchi, tegi yaxshi, pok nasabdagi odamlarning farzandi bo'lsin. Unda odamlar g'arazsiz, tamasiz bo'ldi. Do'stlik binosini sadoqat va ixlos asosiga qo'ydi. Bunda 3 xil kishilarning do'stligidan farz qilishing lozim. Biri, fasiq kishilar. Ularning xohishi nafsning peyli bo'ldi.
Yana biri yolg'onchi, samimiyatsiz odamlar. Unda odamlar har doim do'stlikqa xiyonat qildi. 3. Nodonlar. Ko'nalar nodon do'stdan dono dushman yaxshi deyishgan. Nodon do'stdan sana ziyon yetish imkoni bor. Dono dushmandan yaxshilik kelishi mumkin. Donoga yondashgan qoch nodon do'stdan, chunki u xavflidir dono dushmandan. Rumi. Chunki balam yomon do'st dushmandan yomon. Saxta odamlarning dushmanligidan ko'ra do'stligi xavfliroq. Haroq ichib do'stlik izhor qilgan odamga qo'l bo'lma. Unda odamning do'stligi shu dasturxon ustida. Balam, do'stlikning konisi yaxshi, chapanning yangisi degandek, kichikingdan birga o'sib cho'ng bo'lgan, sen haqiqiy tushunadigan, sen uni tushunadigan do'stlikning rishtisi bak cho'nqur bo'ldi. Tushunishmi bo'lmagan yerda do'stlik bo'lmaydi. Chunki niyat birligi do'stlikni mustahkamlaydi. Balam, do'stlik burchini hargiz unutib qolmag'aysan. Shuning diqqat qilganki, do'stlikda minnat bo'lmaydi. Minnatlik do'st qarz berib, qarzni qaytara olmoqchi bo'lgan odamga o'xshaydi. Do'sting eg'ir kuniga qolganda, hargiz yenidan yiroqlashma. Mubodo eg'ir kunga qolgan do'stingni tashlab qochib ketsang, butun dunyo sendan qochadi. Sening do'sting asqatadigan vaqting uning senga muhtoj bo'lgan vaqti. Shunda chaqda dunyodagi har qanday tasallimo haqiqiy do'stdek yurakka malham bo'la olmaydi. Do'stlikning yana bir burchi shuki, do'stlaring orasida hargiz mening sening degan ayrimchilikqa o'rin qoldirmasliging kerak. Do'stingga ishonsang, hargiz uchinchi bir kishining suxanchiligiga ishonma. Bu sana cho'ng kulfatlarni elib keldi. Do'stlar orasida sipoygarchilikka va haddidan ortiq takalluf qilish yo'li yo'q. Sen do'stlaringning sendan yordam talab qilib o'tinishini kutib turma. Uning ko'zidan va so'zidan o'zingning do'sting uchun nima qilib berishing kerakligini bilgin. Hikoyada keltiribdiki, bir kishining sodiq do'sti uni yarim kechada izlab ishqa qilibdi. Bundan kechada kelganga qaraganda cho'qim biror hojat bilan keldi. U do'stimni talmirtmay chiqay deb hamyonnimi elibdi. Qilishni mesibdi. Öydeki dedeknimi elib ishik oldiga chiqib do'stini qarshi olibdi. Do'sti buningdan hayron qilib so'rabdi. Bu nima alomat? Ey do'stim, debdi o'liq kishi. Sening bu kechada izlab kelishingni biror hojatdan deb qaradim. Shunga aqcha lozim bo'lsa, mana aqcha. Agar birarsi seni xo'rlagan bo'lsa, mana qilishni elib jabdunib chiqdim. Agar boshqa kuchlaring bo'lsa, bu dedek sana taalluq debdi. Buni ko'rgan do'stining ixlosi texim eshibdi. Balam, har qachon do'stlik burchini bajo keltirgin. Do'sting bor yoki yo'q bo'lib qolsa, uning bolalarining ahvolidan obdan xabar olgin. Ota-onasiga mehribon bo'lib xizmatini qilgin. Do'stlaringning do'stini ham yaxshi qadrlagin. Bumi yanala do'stingga bo'lgan sadoqating bo'lib qoldi. Hargiz do'stingning dushmaniga qo'l berma. Chunki do'stingning dushmani ham sening dushmaningdir. Buzruklar do'stlik shartini bajo keltirishning mundaq bir qancha misollarni qo'yishgan. Do'stning aybini bilsa, uni hargiz boshqalarga izhor qilmaslik kerak. Do'stining hunarini ko'rsa, birini man qilib ko'rsatish kerak. Uningga yaxshilik qilgan bo'lsa, minnat qilmaslik va nazarda tutmaslik kerak. Do'stidan ko'rgan manfaatni hargiz unutmaslik kerak. Do'stidan biror xatolik sodir bo'lib qolgan bo'lsa, uni ko'ngilga olmaslik va afv qilish kerak. O'zini so'rasa, qabul qilish kerak. Do'stingga qo'pol, yirik so'z qilma. Qo'pol yirik so'z do'stingning ko'nglini xuddi toshga o'xshash besib turdi. Bu tosh uzoq yillardami ko'tarilib ketish tez. Do'sting uchun har qachon odamatchilik usullarini unutib qolma. Do'stingdan nimani talab qilsang, senmi do'sting uchun ber. Do'stlaringning mijoz xulqini yaxshi bilib olgan. Qusursiz do'st izlama. Dunyoda qusursiz odam bo'lmagan o'xshash, qusursiz do'stmi bo'lmaydi. Kamchiliklarini ko'rsang, samimiylik bilan yordam ber. Do'stingning nasihatlarini samimiylik bilan qabul qil. Haq ishlarda uni qo'lla. Nahaqchilik sodir bo'lganda hargiz sipoygarchilik qilma. Balam, yuqorqi ishlarga diqqat qila olsang, do'stlaring ko'paydi, o'zingmi baxtiyorlik uchunmisan. Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobning 15-bobning oldingi yarim mazmun o'qib tugatildi. Davomi davomli huzuringlar bo'ldi.